Bugün biz Aydın koçusundan tanışıp, Aydın koçusu hakkında paranlaşıp göreyli. Körvatkanlar bolsa, G'ulji şehriga joylashgan Aydın koçusu. Bu koçunun Aydın deb atilib kelishiga sabab, cho'nglarning bayon qilinishicha, mush atrofda bir do'nglik bor bo'lib, bu do'nglikda oyni nihoyatim ochiq ko'rgani bo'ladi ekan. Yoshlar bo'lsa, mushu do'ngga chiqib, oy saylisi qilsa, peshqadamlar bo'lsa, mushu oyga qarab turib, kalendarga hukm qiladi ekandik. Shuning bilan bu ko'cha mushu do'ngning nomi bilan Aydın deb atilib qolgan ekan. Aydın mahallasi G'uljidagi ko'ni mahallalarning birisi bo'lib, hozirgacha asli holatini saqlab qolgan mahallalarning birisi. Bu mahallada siz ili xalqininki an'anaviy turmush odati, an'anaviy o'yla oram madaniyati ham ili xalqininki uy me'morchilik san'atlaridan bahra ola olasiz. Har bir ko'chada o'zgacha bir go'zallik, har bir ko'cha sizga o'xshamagan bir xil go'zallik tuyg'usi beradi. Bu ko'chalar nihoyatmi pokiza va ritlik. Ili xalqininki bir odati bor bo'lib, har kuni saharda chiqib ishkolisini supuradigan, suv sepadigan, o'yla oram uy ichi emas, hatto darvozaning oldidami, eshik oldidami bir parcha g'azan qatorliq narsalarninki saqlanib qolishiga yo'l qo'ymaydigan nihoyatmi tozlik suyar odatini yodlantirib berdi. Har bir ko'chaga kirsangiz shundoq pokiza, shundoq ritlik sizni to'limi suyundirdi. Qani qarindoshlar, sizlar Aydınning mushu go'zal manzarasidan huzurlangach, Aydın to'g'risida paranglaringlarni aytib ko'ring. Siz Aydın to'g'risida nimalarni bilasiz, nimalarni aslay olasiz? Aydın'daki qarindoshlarimiz, siz balalik chog'laringizda Aydın'da qanday manzaralarni ko'rgan edingiz? Yiliq su darvozining do'qmushidagi yiliq kinoxona sizning esingizdami? Mana bu Aydın'ınki güzel manzillerden birisi. Güzel G'ulja sizlarni qarshi oladi.